Biza Malika bozorida Apple mahsulotlarini sotamiz. Savol: qanday qilib marketing strategiyasini tuzish mumkin va uni ketma-ketligi qanday bo'ladi? Bunaqa savollar bo'ladi. Ayniqsa biz tizimlashtirishni boshladik. Bizda do'konimiz bor, biz savdo bilan shug'ullanamiz yoki ishlab chiqarishimiz bor. Marketing strategiyasini qanday qilib tuzishimiz kerak? Bizning marketing strategiya qanaqa bo'lishi kerak degan savollar bilan keladi. Lekin avvalambor biz bu yerda aniqlab olishimiz kerak, bizning biznes modelimiz qanaqa va biz qaysi tarafga qarab rivojlanmoqchimiz. Aytaylik, biznes model desak, bu qaysi uslub bilan biz savdo qilamiz va qaysi uslub bilan biz qo'pol qilib aytganda pul topamiz. Misol uchun bu savolda Apple mahsulotlarini, aynan iPhone'larni Malika bozorida sotamiz deyapti va meni taxminim, ular mana shu retailda, o'sha do'konda sotishadi. Lekin keyinchalik do'konlar yo'qolib ketadigan bo'lsa yoki keyinchalik rejalarida sityevoy do'konga aylanishmi yoki onlayn formatga o'tib ketishmi yoki ular Malika bozorida Optim boshqa do'konlarga tarqatadimi? To есть bu narsalar biznes model deyiladi. Ya'ni siz biznes modelingiz nima? Buni aniq belgilab olganimizdan keyin keyingi etapimiz uje bizni biznes strategiyamiz keladi. Biznes strategiya nima? Biznes strategiya biz mana shu bozorda qay uslub bilan raqobatlashamiz va qaysi yo'nalishda biz rivojlanishni xohlar edik. Buni belgilab olishimiz kerak. Keyin o'sha yo'nalishda biz bilan o'xshagan bir xil korxonalar bilan qanday qilib raqobatlashamiz degan savolga marketing strategiya javob beradi. Shuning uchun bu yerda aniq javob berish uchun o'sha aytganimdek birinchi biznes modelni, keyin biznes strategiyani aniq belgilab olish kerak. Undan keyin marketing strategiyaga o'tamiz. Marketing strategiya deganimizda biz aynan bizning brendimiz, endi tasavvur qilaylik, bu do'stimiz aynan retail sohasida iPhone'larni sotuvchi do'konlar tarmog'ini qurmoqchimiz. Hozirda Malikada bitta do'konimiz bor. Keyinchalik shahar bo'ylab bir 10 ta do'kon ochmoqchimiz deydigan bo'lsalar, unda mana shu do'konni brendi nima va brendi nima haqida, ya'ni boshqa iPhone sotuvchi do'konlardan nima bilan ajralamiz degan savolga marketing strategiya javob beradi. Endi ajralish uslublari bir nechta. Sizda yoki siz qanaqadir qo'shimcha xizmat turlari bilan ajralasiz, ya'ni qo'shimcha servis berasiz, yoki siz narx ustuvorligida bo'lasiz, lekin narx ustuvorligini qo'yish juda qiyin, chunki iPhone'ning narxlari belgilangan narx va siz sotib olish va sotish orasidagi farqingiz unaqa katta bo'la olmaydi baribir. Chunki bu o'ta standart mahsulot. Demak, sizda faqatgina servis qolyapti va sizda brendni ko'pchilik insonlarga tanishtirish. Ya'ni hamma iPhone sotadi, lekin aynan sizning do'koningizdan sotib olish ularga qiziqroq bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki sizlar yaxshiroq kutib olasizlar yoki sizlar yaxshi garantiyalar berasizlar yoki sizlar qo'shimcha qanaqadir mahsulotlar berasizlar. Ya'ni sizlar nimanidir qo'shimcha qilasiz yoki boshqacha qilasiz, boshqalardan farqlanasiz. Sizni ustuvor tomoningizni aniq belgilab olishingiz kerak. Umuman olganda mana shunaqa standart mahsulotlarni sotganda ajralib olish kelganda, marketing strategiyasiga kelganda juda ko'pchilik qiynaladi. Mana shaxsan o'zimni tajribamda bir nechta mijozim bo'lgan. Mana shunaqa ular elektronika sotishgan. Aytaylik, Artel televizorlarini sotishadi. Bitta do'kon Artel televizorini sotadi, ikkinchisi ham xuddi o'sha Artel televizorini sotadi. Va aytishyaptiki, ikkalamiz ham bir xil televizor sotamiz. Ya'ni mahsulot bir xil, narximiz bir xil. Yonma-yon joylashganmiz, lokatsiyamiz bir xil va biz reklama nuqtai nazaridan deyarli bir xilmiz. Bitta unday viviska bor, menda bitta bannerim bor. Hamma bizni deyarli bir xil ko'rishadi. Nima qilib, qanday qilib men ulardan farqlanaman? Bitta farqlanib bo'lmaydi-yu deydi. Yo'q, farqlanib bo'ladi. Biz bu yerda aynan iste'molchi sizdan televizor sotib olayotganda nimalarga ahamiyat berishi va u nimani sotib olishini ko'rishimiz kerak deb chuqurroq kirganmiz. Misol uchun televizor sotib olganda ular nafaqat o'sha mahsulotni o'zini, balki o'sha mahsulotni yetkazib berishini ham sotib olishi mumkin. O'sha mahsulotga beradigan garantiyasini sotib olishi mumkin.
o'sha mahsulotga qo'shimcha qanaqadir aksessuarlarni sotib olish mumkin. Ya'ni siz bu yerda servis bilan sekin asta farqlanishni boshlaysiz va hammaga ovoza qilasizki, что siz aynan mana shu servisda zo'rsiz. Nimaga aynan sizni do'koningizga kirish kerak? Nima uchun? Siz bu yerdan o'ylab qarash kerakda, aytishingiz mumkin. Bizda garantiyalar bor. Bizda qanaqadir qo'shimcha servislar bor va o'sha xizmat turlarini biz boshqalarga nisbatan yaxshiroq amalga oshiramiz degan g'oyani iste'molchilarga, mijozlarga ilg'or surishingiz kerak va buning ustida turishingiz kerak. Mana shu tipichniy holat. Juda ko'p bozorlar rivojlangan sari shu holatga keladi. Ya'ni mahsulotning sifati, mahsulotning narxi deyarli bir xil hammada, endi nima bilandir farqlanish kerak. Va iste'molchiga farqi yo'q qaysi do'konga kirish. Qanday qilib farqlanasiz? Bu juda qiyin vazifa. Va bu vazifani kim uddalaydi? Kim o'sha, misol uchun biz aytdik-ku, qaysidir servis yo'nalishini tanlaysiz va o'shanga urg'u berasiz. Va mana shu urg'u bergan yo'nalishingizda qat'iyatlik bilan ko'p yil davomida bir xil tura olgan kompaniya va buni boshqalarga nisbatan yaxshiroq ovoza etgan, ya'ni reklama qila olgan, brendini hammaga targ'ibot qila olgan kompaniyalar boshqalardan ajralib oladi. Qaysidir inson sizni do'koningizga kiradi va ularni tasavvurida sizni do'koningizda yaxshiroq garantiyalar beriladi. Sizni do'koningizda yaxshiroq xizmat ko'rsatiladi. Va aynan sizni do'koningizdan sotib olingan mahsulotlarga ko'proq ishonch bor degan hissiyotni siz brendga, sizni aynan o'sha do'koningizni brendiga bog'lashingiz kerak. O'shandagina sizni marketing strategiyangiz samarali bo'ladi.